Hi everyone! Hammaga salom. Barchangizni grammatika kursimizdagi birinchi darsda ko'rganimdan xursandman. Va bugungi darsimizning mavzusi to be fe'li bo'ladi. Aslida o'zbek tilida bunday fe'l mavjud emas, shuning uchun ko'p o'quvchilar aynan shu mavzuda qiynalishadi. Keling, dars boshida o'zi bu fe'l qanday tarjima qilinishi va ingliz tilida nega qo'llanilishini ko'rib olsak. To be fe'li aslida bo'lmoq, hisoblanmoq deb tarjima qilinadi va gaplarda agar o'zbek tili bilan solishtiradigan bo'lsak, man, san, dir kabi qo'shimchalarni bildiradi. Misol uchun o'zbek tilida men o'qituvchi deb gap tuzmaymiz, men o'qituvchiman yoki sen o'quvchisan yoki ingliz tili oson tildir. Va ingliz tilida shunday qoida bor, har bir gapda albatta ot va fe'l bo'lishi shart. Ya'ni biz aytaylik, men o'qituvchi deb ayta olmaymiz, men bo'laman o'qituvchi yoki sen bo'lasan o'quvchi deb gap tuzishim kerak va bu holda bizga to be fe'li yordamga keladi. To be fe'li 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Bu am, is va are. Keling endi ularni qanday qo'llashni o'rganib olsak. Sizlar bilan grammatika kursimiz davomida ingliz tilini aynan strukturalar orqali o'rganishga harakat qilamiz va to be fe'lini qo'llashni o'rganish jarayonida keling pronoun plus be plus noun strukturasi orqali gap tuzishni to be fe'li bilan o'rganib olsak. Demak, pronoun bu olmosh. To be fe'li demak, eslab qoldingiz, 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Am, is yoki are va noun bu ot. Aynan shu strukturaga ko'ra hozir gap tuzishni sekin-asta o'rganishni boshlaymiz. Demak, keling birinchi olmoshlar bilan tanishib chiqsak, shu yerda daftaringizni olib, albatta olmoshlarni tarjimasi bilan yozib olishingizni tavsiya qilaman va talaffuzni men bilan birgalikda qaytaring. Demak, men ingliz tilida I. Qaytaring, I. Barakalla. Erkaklarga yoki yigitlarga nisbatan biz u demoqchi bo'lsak, ingliz tilida he. Qaytaring, he. Va o'zbek tilida ko'pchilik ingliz tilini o'rganayotganda qo'pol xato qilishadi, qattiq h aytishadi. Demak, yumshoq nafas chiqargandek chiqish kerak. Barakalla, he. Qaytaring, he. Good job. U ayollarga nisbatan, qizlarga nisbatan she. Eslab qoling, she. Barakalla. Va u jonsiz narsalarga nisbatan yoki hayvonlarga nisbatan it bo'ladi. Qaytaring, it. Barakalla. Endi we biz degani we. Labingizni shunday bantik qilishingiz kerak. We emas, we. Va you siz va sen deb tarjima qilinadi. Siz degan alohida so'z yo'q yoki sen degan alohida so'z yo'q. Bu ikkisi uchun you ishlatiladi va they ular degani. Va ikkita tepa va pastki tishlaringiz orasiga tilingizni joylashtiring. They. Barakalla. Endi to be fe'li bilan gap tuzmoqchi bo'lsak, ya'ni men o'qituvchiman demoqchi bo'lsak, biz I so'ziga nisbatan am to be fe'lini qo'llashimiz kerak. I am. Demak, I bilan am ishlatilar ekan. Endi u o'qituvchi demoqchi bo'lsak, biz qanday gap tuzamiz? U bo'ladi o'qituvchi va aynan bo'ladi so'zni qoldirib yubormaslik uchun biz is so'zni qo'yamiz. He, she va it olmoshlari uchun is to be fe'li qo'llanilar ekan. He is, she is, it is. Endi we, you va they olmoshlari bilan are to be fe'li qo'llaniladi. Endi keling bu struktura bo'yicha gap tuzishni o'rgansak, shunda bu mavzuni juda oson tushunasiz. Demak, pronoun plus be plus noun strukturasi orqali endi gap tuzishni amalda o'rganib olsak. Demak, birinchi gapimizni boshida olmosh kelar ekan, keyin to'g'ri shakldagi to be fe'li, keyin ot. Nima demoqchiman? Misol uchun, men o'quvchiman gapida birinchi olmosh keladi. Men I, so'ng to'g'ri to be fe'li am, keyin ot, a student. Shunda I am a student to'g'ri gap bo'ladi. Yoki siz shifokorsiz. Endi mana ko'rib turibsiz, siz oxirida qo'shimcha bor. Mana shu aslida to be fe'li. Biz ingliz tilida qanday gap tuzamiz? Siz bo'lasiz shifokor deymiz. Shunda you are a doctor. Barakalla. Endi u o'qituvchi. Biz ingliz tilida u bo'ladi o'qituvchi deyishimiz kerak. She is a teacher. Nega is ishlatdik? Chunki he, she va it olmoshlari bilan is to be fe'li qo'llaniladi. Endi u arxitektor gapida biz u bo'ladi arxitektor deyishimiz kerak. Shunda he is an architect. Barakalla.
Endi u bo'ladi hamshira. She is a nurse. Barakalla. Yoki u kompyuterdir gapida ham ingliz tilida u bo'ladi kompyuter deymiz. Shunda it is a computer. Barakalla. Endi siz o'quvchilarsiz. You are students. Biz o'qituvchilarmiz. We are teachers. Va ular shifokorlar. Aytishimiz kerak, ular bo'ladi shifokorlar deb. Biz you, we, they bilan are to be fe'lini qo'llaganimiz uchun, demak, they are doctors gapi to'g'ri bo'ladi. Endi quyidagi gapni mustaqil tarjima qilib ko'ring. Demak, men shifokorman deb ko'ring. Buning uchun men bo'laman shifokor deyishingiz kerak. 3 soniya vaqtingiz bor. Demak, I am a doctor. To'g'ri. Endi erkak kishiga nisbatan aytaylik, u o'qituvchi degan gapni tuzib ko'ring. Demak, 3 soniya vaqtingiz bor. Biz u bo'ladi o'qituvchi deyishimiz kerak. Shunda to'g'ri javob he is a teacher. Barakalla. Endi esa darsni davom ettirsak. Quyidagi gaplarga qarang. Misol uchun, Laylo is my friend. Laylo mening dugonam. Endi Laylo qaysi olmosh bo'ladi? Qiz bola bo'lganligi uchun she olmoshni qo'llaymiz. Laylo bo'ladi yaxshi qiz demoqchiman. She is a good girl. Endi Zokir mening ukam. Zokir is my brother. Ko'ryapsiz? Demak, Zokir olmoshlar ichida qaysinisi bo'ladi? To'g'ri javob he. U talaba. U bo'ladi talaba degan gapni tuzishimiz kerak. He is a student. Barakalla. Endi so'nggi gapga qarasak. Zebo and Sabina. Men ikki kishi haqida gapirmoqchiman. Bu holda ikkisi ham qiz bola bo'lsa-da, bu qaysi olmoshga to'g'ri keladi? They olmoshiga. Shuning uchun Zebo va Sabina mening singillarim bo'ladi demoqchi bo'lsam, men are to be fe'lini tanlayman, chunki bu they, ular degan olmoshga to'g'ri keladi. Zebo and Sabina are my sisters. Demak, Zebo va Sabina mening singillarimdir. They are classmates. Ular sinfdoshlardir. Ko'ryapsiz? Ular bo'ladi sinfdoshlar deb gap tuzdik. Aslida bu pronoun plus to be plus noun, ya'ni olmosh, to be va ot qo'shilgandagi struktura orqali gap tuzishni hali uyda juda ko'p mashq qilasiz. Checklistlarda sizga tarjima uchun gaplar beriladi. Endi esa sizlar bilan qisqartmalarni ko'rib chiqsak. Ingliz tilida nutqimizda yoki yozishmalarda yanada tabiiyroq eshitilishimiz uchun biz qisqartmalardan foydalanamiz. Va misol uchun, men bo'laman o'quvchi, ya'ni men o'quvchiman gapida I am a student deb hech kim aytmaydi. I'm a student deyiladi. Demak, qisqartmani eshitdingiz. I'm ga aylanar ekan. Mana shunday qisqartmalarni birma-bir ko'rib chiqsak. Demak, I am qisqartirilganda I'm bo'lar ekan. He is qisqartirilganda his. She is qisqartirilganda she's. Va it is its bo'lar ekan. Endi gapda qisqartmalarni talaffuz ustida ishlasak. Demak, I am a student. Endi qisqartiramiz. I'm a student. Qaytaring. I'm a student. Barakalla. He is a teacher. Qaytaring. Is a teacher. Barakalla. Endi qisqartiramiz. He's a teacher. He's a teacher. His. Qaytaring. Barakalla. Endi she is a nurse. Qaytaring. She is a nurse. Endi qisqartiramiz. She's a nurse. She's a nurse. She's a nurse. Barakalla. It is a cat. It's a cat bo'ladi. It's a cat. Qaytaring. It is a cat. It's a cat. Barakalla. Endi qolgan olmoshlarni qisqartmalarini ko'rib chiqsak. Demak, you are, your bo'ladi. Qaytaring. Your. Barakalla. We are, we're bo'ladi. We're. They are, their bo'ladi. There. Barakalla. Endi qisqartmalarni birgalikda talaffuzda mashq qilsak. You are students. Qaytaring. You are students. Barakalla. Endi qisqartiramiz. Your students. Qaytaring.
Barakalla. We are teachers. Qaytaring. We are teachers. Qisqartiramiz. We're teachers. We're. Qaytaring. We're teachers. Barakalla. They are doctors. They're doctors. They're doctors. Endi inkor gaplarga qaraydigan bo'lsak, misol uchun o'zbek tilida ham men o'quvchi emasman yoki u shifokor emas degan gaplarni tuzamiz. Ingliz tilida mana shu emas so'zi not deb tarjima qilinadi. Qaytaring, not. Va bu so'z to be fe'lidan keyin qo'yilishi kerak. Shunda men o'quvchiman. I am a student. O'quvchi emasman demoqchi bo'lsak, to be fe'li amdan keyin not so'zni qo'shamiz. Va e'tibor bering, aynan shu so'zga ko'proq urg'u beramiz, chunki bu inkor gap. Shunda I'm not a student bo'ladi. I am not bo'lib qisqaradi. Keling gapda mashq qilsak. I am not a student. Qaytaring. I'm not a student. I'm not a student. Barakalla. He is not inkor shakli ekan. Demak, misol uchun u o'qituvchi emas gapida he is not a teacher. Bu to'liq shakli. Qaytaring. He is not a teacher. Endi qisqartirmoqchi bo'lsak, bu yerda ikki xil shakli bor ekan. Xohlasak, he's not a teacher, ya'ni he's not deb qisqartiramiz yoki he isn't deb qisqartiramiz. Endi qaytaring. He's not a teacher. He's not a teacher. Barakalla. Endi ikkinchi shakli he isn't a teacher. Qaytaring. He isn't a teacher. Barakalla. Endi she is not qisqartmasi she's not yoki she isn't. Gapda mashq qilsak. U demak hamshira emas gapida. She's not a nurse. Qaytaring. She's not a nurse. E'tibor bering, not so'ziga urg'u tushyapti. She's not a nurse. Barakalla. Yoki she isn't a nurse. Qaytaring. She isn't a nurse. Barakalla. Endi it is not qisqartmasi it's not yoki it isn't. Endi u mushuk emas demoqchimiz. It's not a cat. Qaytaring. It's not a cat. It's not a cat. Yoki it isn't a cat. Qaytaring. It isn't a cat. Barakalla. Endi qolgan olmoshlar bilan inkor gaplarni ko'rsak. You are not qanday qisqartiriladi? You're not yoki you aren't. Alohida e'tibor bering. You're not yoki you aren't. Aynan shifokor tomog'ingizni tekshirganda biz aytadigan tovushni berishimiz kerak. Chuqur a tovushi. Aren't. R deyarli umuman eshitilmaydi. Endi gapda mashq qilsak. Siz talabalar emassiz. You're not students. Qaytaring. You're not students. Barakalla. Endi boshqacha shaklda qaytaramiz. You aren't students. You aren't students. Barakalla. Endi we are not biz emas shaklini qisqartmasi we're not yoki we aren't. Misol uchun biz o'qituvchilar emasmiz. We're not teachers. Qaytaring. We're not teachers. Yoki ikkinchi shakli we aren't teachers. Siz ayting. We aren't teachers. Barakalla. Endi ular shifokorlar emas. They are not qanday qisqaradi? Yoki they're not yoki they aren't. Barakalla. Endi gapda ular shifokorlar emas. Qaytaring. They're not doctors. Qaytaring. They're not doctors yoki they aren't doctors. Qaytaring. They aren't doctors. Barakalla. Endi sizlarga aytganimdek, grammatikani o'rganishingiz juda oson bo'lishi uchun biz strukturalar orqali o'rganishga harakat qilamiz. Va endi birinchi o'rgangan strukturamiz olmosh to be fe'li ot bilan gap tuzish edi. Endi ikkinchi strukturaga keldik. Ot, to be fe'li va ot. Misol uchun O'zbekiston bu davlat. O'zbekiston davlatdir gapi. Bu yerda ham to be fe'li bo'lishi shart, chunki har bir gapda ingliz tilida fe'l bo'lishi shart. Shuning uchun biz O'zbekiston bo'ladi davlat degan gapni tuzamiz. Ingliz tilida Uzbekistan is a country. Nima uchun is tanladik? Chunki bu jonsiz narsa. It is a country bo'lardi. Endi ot bilan almashtirsak Uzbekistan is a country. Yoki aytaylik kuchuk bu hayvon. Dog is an animal.
Ko'ryapsiz? Ot, to be fe'li ot. Endi Toshkent shahardir. Toshkent bo'ladi shahar deyishimiz kerak gapimiz to'g'ri bo'lishi uchun. Shunda Toshkent is a city. Barakalla. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, otlardan oldin men qo'shimcha a yoki an degan so'zni qo'shib ketyapman. Ya'ni I am a teacher yoki he is a student. Endi aslida bu nima? Ingliz tilida artikellar mavjud. O'zbek tilida bunday tushuncha yo'q. Va a va an artikellari o'tmishda one, ya'ni bir so'zidan kelib chiqqan. Demak, biz birlikdagi otlardan oldin artikellarni qo'llar ekanmiz. Hozircha mana shunday qisqacha ko'ramiz. Keyinchalik bu mavzuni endi chuqurroq o'rganamiz. Hozir eslab qoling. Demak, a va an bir deb tarjima qilinadi. Demak, men o'qituvchiman gapida o'qituvchilardan biriman degan ma'noda gapirganim uchun ham I am a teacher degan gap tuzdim. Yoki u o'quvchi, u dunyodagi yagona o'quvchi emas, u o'quvchilardan biri. Shuning uchun he is a student bo'ldi. Hozircha shunday juda qisqa tarzda o'rganib olamiz. Uyga vazifalarni bajarayotganingizda artikellarda xato qilmasligingiz uchun bu mavzuda esa keyinroq alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, a va an one so'zni qisqartmas ekan, bir deb tarjima qilinar ekan. Endi qayerda an qo'llaymiz va qayerda a qo'llashimiz kerak. Demak, unli tovushlardan oldin e'tibor bering, aynan tovushdan oldin biz an artikelni qo'llashimiz kerak ekan. Demak, bitta tuxum an egg yoki bitta olma an apple, bitta apelsin an orange. Va agarda so'z undosh tovushdan boshlansa, biz a artikelni qo'llaymiz. Misol uchun a doctor yoki a book, a cat. Nima uchun tovushlar deb alohida urg'u berdim? Chunki misol uchun hour degan so'z bor. Bu soat degani. Endi ko'rib turibsiz, so'z h harfidan boshlanadi. Yozilishi hour agar harf aytadigan bo'lsak. Lekin talaffuz qilganimizda qanday eshitilyapti? Hour. Bu tovush, birinchidagi tovush unli tovush. Hour. Shuning uchun biz an artikelni qo'llaymiz. An hour. Endi misol uchun university so'zi. University. Y undosh tovushdan boshlanyapti. Yozilishda unli harf bo'lsa-da. Shuning uchun biz an university emas, a university deyishimiz kerak. Aslida bu yetarlicha mantiqiy narsa deb o'ylayman. Chunki aytaylik, bitta tuxum demoqchi bo'lsak, an eggni o'rniga biz a ishlatsak, juda xunuk eshitiladi. A egg. Hammasi juda ulangan, chiroyli bo'lishi uchun ham an egg va an hour yoki a university aynan tovushga qarab biz to'g'ri artikelni tanlashimiz kerak. Endi sizlar uchun kichik test. Men bitta test demoqchi bo'lsam, qaysi artikelni tanlayman? Ingliz tilida test bo'lib eshitiladi. Qani? Demak, to'g'ri javob a test. Chunki birinchi tovush undosh tovush t. A test. Barakalla. Yana bitta savol. Misol uchun bir arxitektor demoqchimiz. Dars boshida sizlar bilan architect so'zni ko'rdik. Qaysi artikelni tanlaysiz? Albatta, an artikelni to'g'ri javob an architect. Chunki birinchi tovush unli tovush. Buni ham daftaringizga yozib oldingiz degan umiddaman. Endi darsni davom ettirsak bo'ladi. Demak, sizlar bilan noun is noun strukturasini ko'rgan edik. Endi otlar bilan aynan qachon biz are to be fe'lni qo'llab gap tuzamiz. Qachonki gaplarimiz ko'plikda bo'lsa. Misol uchun, kuchuklar hayvonlardir. Bu yerda biz is to be fe'lni qo'llay olmaymiz. Chunki kuchuklar qaysi olmoshga to'g'ri keladi? Ular, to'g'rimi? Demak, are to be fe'lni tanlashimiz kerak ko'plikdagi gapga. Demak, kuchuklar hayvonlardir. Dogs are animals. Yoki aytaylik, atirgullar gullardir. Roses are flowers. E'tibor bering. Dogs kuchuklar, animals hayvonlar. Demak, lar qo'shimchasini, ko'plikni bildiradigan qo'shimcha so'zni oxirida bu as qo'shimchasi. Misol uchun bir so'zni ko'plikka o'qirib ko'ring. Olma, apple, olmalar. To'g'ri javob apples. Barakalla. Yoki orange, apelsin.
apelsinlar demoqchi bo'lsak, oranges deyishimiz kerak. Ko'plikdagi so'zlar haqida ham haliroq darslarimiz davomida gaplashamiz. Hozircha uyda mashq qilishingiz uchun shu qisqa qoidani eslab qoling. Demak, lar qo'shimchasi bu s. Kuchuk dog, kuchuklar dogs. Animal hayvon, hayvonlar animals. Barakalla. Endi bu gapga qarasak. A dog is an animal. Demak, kuchuk hayvondir. Ko'plikka o'girmoqchi bo'lsak, dogs are animals degan gap kelib chiqadi. Toshkent is a city. Toshkent shahardir. Toshkent va Samarqand shaharlardir demoqchi bo'lsak, nima uchun are qo'lladik? Chunki Toshkent and Samarkand ikkalasi birlikda ular, ikkita shaharlar. Demak, are cities. Endi e'tibor bering, city y harfi bilan tugagan edi, ko'plikda cities bo'lib ketdi. Ko'plikka o'girganimizda, demak, y harfini o'rniga biz ies qo'shishimiz kerak ekan. Uyda ham buni mashq qilasiz. A butterfly is an insect. Demak, kapalak hasharotdir. Endi ko'plikda butterflies are insects bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, butterfly ham y harf bilan tugagan edi. Ko'plikda butterflies yozilganda ies ga o'zgardi. Demak, ular hasharotlardir. Insects hasharotlar bo'ldi. Bu struktura bo'yicha ham uyda turli xil gaplarni tuzib, hali ko'p mashq qilasiz. Shuning uchun daftaringizga misol qilib yozib olishingizni maslahat beraman. Keyingi strukturamizga o'tishimizdan oldin, shunchaki sifatlar bilan qanday so'z birikmalari tuzilishini ko'rib olsak. O'zbek tilida misol uchun yomon havo deymiz, to'g'rimi? Ingliz tilida ham bad weather yoki yaxshi kishi demoqchi bo'lsak, good man. Aytaylik, tez mashina, fast car yoki chiroyli shahar, beautiful city. Bu shunchaki so'z birikmalari. Agar biz aynan sifatlar bilan, ya'ni narsalarga ta'rif berib gap tuzmoqchi bo'lsak, biz yana nimadan foydalanamiz? To be fe'lidan. Shunda quyidagi strukturadan foydalanishimiz kerak. Ot, to be fe'li va sifat. Misol uchun, chiroyli qiz demoqchi bo'lsak, qiz bo'ladi, chiroyli deb gap tuzishimiz kerak. Har doim gapni boshida ot keladi, keyin fe'l, keyin esa sifat. Demak, a girl is beautiful. Yoki qizlar chiroylidir demoqchi bo'lsak, biz qizlar bo'ladi chiroyli gapini tuzamiz. Shunda girls, qizlar ko'plik bo'lgani uchun are beautiful degan gap hosil bo'ladi. Endi Laylo va Madina chiroylidir demoqchi bo'lsak, bu ikki kishi, to'g'rimi? Shunda biz qaysi to be fe'lni qo'llaymiz? Albatta, are to be fe'lini. Laylo and Madina are beautiful to'g'ri gap bo'ladi. Endi yana bir struktura bu pronoun, ya'ni olmosh to be fe'li va sifat. Misol uchun, men aqlliman demoqchi bo'lsak, albatta men bo'laman aqlli deymiz. I am smart. Yoki u yoqimtoy. U bo'ladi yoqimtoy gapi to'g'ri bo'ladi. She is cute. Yoki u kelishgan. He is handsome. Yoki siz aqllisiz gapida ham, demak, birinchi olmosh, keyin to be fe'li, keyin sifat keladi. Shunda you are intelligent. Endi biz o'zbekmiz. Bu holda ham we are Uzbek. Va ular baland bo'yli demoqchi bo'lsak, they are tall. Chunki ular bo'ladi baland bo'ylik degan gapni tuzsak, ingliz tilida to'g'ri bo'ladi. Demak, birinchi olmosh, keyin to be fe'li, keyin sifat keladi. Bu struktura bo'yicha ham checklistda sizlarga tarjima uchun gaplar beriladi. Yanada ko'proq mashq qilsangiz, bunday gaplarni tuzishga qiynalmaysiz. Va bugungi sizlar bilan o'rganadigan so'nggi strukturamiz to be fe'li qaysi hollarda yana qo'llaniladi? Joylar bilan, ya'ni qayerda ekanligingizni aytmoqchi bo'lsangiz. Birinchi joy nomlarini ko'rib olsak. Men bilan birgalikda talaffuzni mashq qiling, so'ng gaplar tuzishga o'tamiz. Demak, here bu yerda degani, e'tibor bering. Here. U yerda demoqchi bo'lsak, over there. Barakalla. Ichkarida inside, tashqarida outside. Endi uyda, o'qishda, maktabda demoqchi bo'lsak,
at home uyda, at home, at school maktabda, at school va universitetda, at university. Endi strukturaga qaytadigan bo'lsak, demak, to be fe'li va joy nomini aytsak, qayerda ekanligimiz haqida gap tuza olar ekanmiz. Misol uchun, men bu yerdaman. Demak, birinchi olmosh I, keyin to be fe'li am, keyin joy nomi. I am here. Barakalla. U yerda. Olmosh she, to be fe'li is there. Barakalla. Biz uydamiz gapida ham biz bo'lamiz uyda deyishimiz kerak ekan. We are at home. Barakalla. Ular maktabda gapida ular bo'ladi maktabda deyishimiz kerak ekan. Shunda they are at school. Va siz ichkaridasiz, you are inside. Barakalla. Mana sizlar bilan turli xil strukturalarni o'rgandik. Demak, olmoshlar bilan to be fe'li, otlar bilan to be fe'li, joy nomlari bilan, sifatlar bilan va uyda agarda biz sizga beradigan turli xil gaplarni tarjimasini qilib, ko'p mustaqil ravishda o'sha mashqlarni bajarsangiz, bunday gaplarda umuman xato qilmaydigan bo'lasiz va struktura orqali o'rganganingizda aslida juda tez esingizda qoladi. Shuning uchun albatta bergan mashqlarimizni vaqtida va to'liq shaklda bajaring. Endi esa sizlar bilan to be fe'li yordamida so'roq gaplarni tuzishni o'rgansak. Aslida umuman olganda savollar ikki xil turda bo'ladi. Misol uchun, siz shifokormisiz degan savolimga siz qanday javob berasiz? Ha yoki yo'q deysiz, to'g'rimi? Lekin men sizdan kasbingiz nima deb so'rasam, ha yoki yo'q deb javob bera olmaysiz. Demak, savollar ikki xil turda bo'lar ekan. Demak, sizlar bilan birinchi turdagi savollarni ko'rib chiqishdan boshlaymiz. Ular yes no questions deb ataladi. Ya'ni bu savollarga javob ha yoki yo'q bo'ladi. Misol uchun, bizda darak gap bor. Oddiy gap tuzishni sizlar bilan dars davomida o'rgandik. Men aqlliman gapida I am smart deb gap tuzdik. Endi savol tuzmoqchi bo'lsam, to be fe'li oldinga chiqish kerak. Shuni eslab qoling. Demak, aslida am oldinga chiqadi, lekin biz men aqllimanmi deb savol bermaymiz, to'g'rimi? Siz aqllimisiz deymiz. Shuning uchun bu yerda savol are you smart bo'ladi. Yoki u shifokor gapida she is a doctor. Biz is to be fe'lini olib gapni boshiga olib chiqamiz. Shunda u shifokormi degan so'roq gap kelib chiqadi. Is she a doctor? Qaytaring. Is she a doctor? Va e'tibor bering, bu gaplarda intonatsiyam tepaga chiqayapti. Is she a doctor? Qaytaring. Is she a doctor? Barakalla. U kelishgan gapida he is handsome deb gap tuzgan edik. Endi so'roq gap tuzmoqchi bo'lsak, u kelishganmi demoqchi bo'lsak, biz to be fe'lini oldinga chiqarar ekanmiz. Shunda is he handsome to'g'ri savol bo'ladi. Is he handsome? Barakalla. It's cute. It is cute. Demak, u yoqimtoy gapida biz u yoqimtoymi demoqchi bo'lsak, to be fe'li, ya'ni is so'zi oldinga chiqadi. Is it cute? Qaytaring. Is it cute? Barakalla. Misol uchun, biz o'quvchilarmiz. We are students. Demak, savol tuzmoqchi bo'lsak, nima oldinga chiqarkan? To be fe'li. Endi e'tibor bering, biz o'quvchimiz gapiga biz hech qachon biz o'quvchimizmi deb savol bermaymiz. Siz o'quvchimisiz degan gapni javobi biz o'quvchimiz bo'ladi. Shuning uchun aynan siz o'quvchimisiz degan gapni tuzishimiz kerak. Shunda are you students? Siz o'quvchilarmisiz? Barakalla. Ular o'qituvchilar gapi. They are teachers. Endi savol so'ramoqchimiz, ular o'qituvchilarmi? Are oldinga chiqdi. Shunda savol are they teachers bo'ldi. Endi quyidagi gapga o'zingiz savol tuzib ko'ring. Misol uchun, Toshkent bu shahar. Endi siz so'rashingiz kerak. Toshkent shaharmi? Toshkent is a city gapida. Demak, savol tuzing. To'g'ri javob is Toshkent a city. Barakalla. Endi esa sizlar bilan bunday savollarga to'g'ri javob berishni o'rgansak. Nimasi qiyin, shunchaki ha yoki yo'q deb qo'ysak bo'ladi deb o'ylashingiz mumkin. Ya'ni shunchaki yes yoki no deshingiz mumkin bo'lardi, lekin ingliz tilida bu qo'pol hisoblanadi. Shuning uchun qisqa shunday ha yoki yo'q javoblarida biz albatta to be fe'ldan foydalanishimiz kerak. Demak, savol
Are you smart? Siz aqllimisiz? Ha demoqchi bo'lsak, biz yes, I am deymiz. Demak, to be fe'lni qo'llashimiz kerak ekan. Nima uchun shunday qisqaradi? Chunki to'liq javob yes, I am smart. Ko'rgan bo'lsangiz, demak smart so'zni o'chirib qo'ydim. Shunchaki o'sha gapni qolganini olib tashlaymiz. Yes, I am bo'ladi. Yo'q demoqchi bo'lsak, no, I'm not. Barakalla. Endi is she a doctor? U shifokormi gapida? Demak, biz to'liq javob bersak, yes, she is a doctor deyishimiz kerak bo'lar edi. Lekin biz a doctorni olib tashlaymiz. Shunda ha, shunday degan javob kelib chiqadi. Yes, she is. Agar yo'q bo'lsa, no, she's not yoki no, she isn't. Qaytaring. Yes, she is. E'tibor bering, intonatsiya 2 marotaba pastga tushadi. Yes, she is. Qaytaring. Yes, she is. No, she's not. Qaytaring. No, she's not. yoki no, she isn't. Aytaylik, bizga savol berildi. Are they at home? Ular uydami? Javobimiz yes, they are yoki no, they aren't. No, they are not bo'ladi. Ko'rib turibsiz, demak, biz to'liq gapni qaytarmasligimiz uchun faqat to be fe'ligacha qoldirib, qisqa javobni berishimiz kerak ekan. Endi men faqatgina she so'zi bilan ko'rsatdim. Aslida, misol uchun is he a doctor degan savol berilsa ham yes he is yoki no he's not, no he isn't degan gaplar bo'lar edi. Bunga e'tibor bering. Demak, it bilan ham xuddi shunday strukturada gap tuziladi. Bu yerda faqat they so'ziga misol keltirdim. We va you so'zlari olmoshlari bilan ham xuddi shunday javob beriladi. Misol uchun, are you student? Siz talabalarmi? Javoban, ha, biz talabamiz degan gap tuzasiz. Yes, we are students. Qaytarmaslik uchun, demak, qisqa javob yes, we are yoki no, we're not yoki no, we aren't qisqartmalardan foydalanamiz. Endi ko'p o'quvchilar mana shu qisqartmalarda xato qilib qo'yishadi. Qisqa javobda biz yes, I am deb javob bera olamiz. Yes, I'm deb bo'lmaydi. Qaytaring. Yes, I am. Yes, I am. Men sizdan savol so'rayman. Siz o'quvchimisiz deyman, ha deb javob berasiz. Are you a student? Yes, I am deyishingiz kerak. Endi yes, she is bu to'g'ri javob, lekin biz yes, she's deya olmaymiz. Demak, biz agarda oddiy gaplarda qisqartma qilsak, ha bo'lsa javobimiz, biz she's, his deb qisqartma qila olmas ekanmiz. No, she's not bo'lsa, she's desak bo'ladi, lekin yes javobida albatta yes, she is, yes, he is bo'lish kerak, yes, we are bo'lish kerak, yes, we're deya olmaymiz. Yes, we are yoki yes, they are. Yes, there deyish noto'g'ri. Tushunarli? No, I'm not gapida biz amn't deya olmaymiz. Buni ham ko'rib qo'ying va noto'g'ri deb belgilangan jadvaldagi xatolarni qilmang. Qisqa javoblar bo'yicha ham sizlarga juda ko'p vazifalar beriladi. Hozircha esa quyidagi gaplarga qarasak. Mana misol, I am a teacher. Men o'qituvchiman. Savol berildi. Siz o'qituvchimisiz? To be fe'li oldinga chiqadi. Are you a teacher? Barakalla, javob yes, I am yoki no, I'm not. Barakalla. Keyingi gapga qaraymiz. U uyda. She is at home. Demak, hozir intonatsiyasi bilan birgalikda mashq qilib ko'ramiz. She is at home. Pastga tushdi. Savol berganimizda intonatsiya tepaga chiqadi. Is she at home? So'rang. Is she at home? Javoban ha demoqchi bo'lsak, yes, she is. Qaytaring. Yes, she is. Agar inkorga bo'lsa, no, she's not. Yo'q demoqchi bo'lsak yoki no, she isn't desak ham to'g'ri bo'lar ekan. Va so'nggi misolga qaraymiz. Mana bizga gap berildi. They are smart. Ular aqlli. Biz savol berishimiz kerak. Ular aqllimi? To be fe'li oldinga chiqdi. Are they smart? Javoban ha demoqchi bo'lsak, yes, they are. Yo'q demoqchi bo'lsak, no, they're not yoki no, they aren't bo'ldi. Bunda ham xato qilmasligingiz uchun ko'plab mashqlarni sizga tayyorlab qo'yganmiz. Ko'proq mashq qilsangiz, albatta eslab qolasiz va bemalol osonlikcha o'zingiz savol ham tuzasiz, qisqa javob ham bera olasiz. Endi sizlar bilan yana savollarga qarasak. Misol uchun,
I am at home degan gap berildi. Men uydaman. Savol bermoqchi bo'lsak, ha yoki yo'q javobi olinadigan savol, siz uydamisiz degan savolni beramiz. Are you at home degan savol bo'ladi. Javoban yes I am deb javob beramiz. Misol uchun Laylo oshxonada gapi. Laylo is in the kitchen. Savol tuzmoqchi bo'lsak, Laylo oshxonadami? Is Laylo in the kitchen? Javoban ha yoki yo'q deb javob beramiz, to'g'rimi? Yes she is yoki no she isn't. Endi ular Toshkentdalar. They are in Tashkent. Savol bermoqchi bo'lsak, ular Toshkentdami deb savol beramiz. To be fe'li oldinga chiqdi. Are they in Tashkent? Javoban ha shunday demoqchi bo'lsak, yes they are. Endi bu ha yoki yo'q degan javoblar beriladigan savol turlari edi. Nomi ham shunday, yes no questions. Lekin men sizga Laylo qayerda degan savolni bersam, siz ha deb javob bermaysiz. Bu noto'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Endi sizlar bilan ikkinchi turdagi savolga o'tsak. Qayerda degan savol berib gap tuzishni o'rganamiz. Misol uchun I am at home gapida. Men uydaman. Sen qayerdasan savolni tuzmoqchi bo'lsam, eng birinchi bo'lib gapni eng boshiga men where so'zini qo'yaman. Where? Keyin are you? Where are you? At home. Uyda deb javob beramiz. Siz qayerdasiz degan savolimga ha yoki yo'q deb javob bera olmaysiz. Misol uchun Laylo is in the kitchen gapida. Birinchi where so'zi keladi. Where? Keyin savolda to be fe'li eng boshda turishi kerak, eslaymiz. Where is Laylo? To'g'ri, javoban biz qayerda ekanligini aytamiz, to'g'rimi? Laylo qayerda desam, ha yoki yo'q demaysiz, balki qayerda ekanligini aytasiz. In the kitchen. Barakalla. They are in Tashkent. Ular Toshkentdalar. Biz savol tuzmoqchimiz. Ular qayerda? Birinchi where so'zi keladi. Where? Keyin to be fe'li. Are they? Javoban in Tashkent deymiz. Chunki ular qayerda savoliga ham ha yoki yo'q demaymiz, qayerda ekanligini aytamiz. Ular esa Toshkentdalar. Barakalla. Endi sizlarga dars so'ngimizda mana shunday mashq bermoqchiman. Sizlarga misol tariqasida bir gapni berdim va o'sha gapga nisbatan ikki xil savol tuzganman javoblari bilan. I am in London. Men Londondaman demak gapi. Birinchi savol beramiz. Sen Londondamisan? Bu ha yoki yo'q javobiga ega bo'lgan savol, to'g'rimi? Shunda are you in London? Javoban ha yoki yo'q deysiz. Yes I am. Endi ikkinchi savolimiz sen qayerdasan degan savol bo'lishi kerak. Where are you? Javoban Londonda deb javob beramiz. In London. Mana sizda 3 xil gap bor. He is at school. U maktabda. They are at the bank. Ular bankda. Va she is in the garden. U demak bog'da. Sizning vazifangiz ikki xil savol tuzish va ularga javob berish. Misol uchun u maktabga gapiga birinchi savol so'raysiz. U maktabdami? Ha va yo'q javoblarni berasiz. So'ng u qayerda savolni tuzasiz va javoban maktabda deb javob berishingiz kerak. Demak, hozir sizda vaqt bor. Videoni pauzaga qo'yib, mana shu gaplarga nisbatan ikki xil savol, ikki xil javob tuzib chiqing. So'ng videoni ko'rishni davom ettirsangiz, javoblaringizni birgalikda tekshiramiz. Tayyor bo'lsangiz, javoblarni tekshirib olsak. Demak, he is at school. U maktabda. Birinchi savolimiz, u maktabdami? Is he at school? Demak, javob bermoqchi bo'lsak, ha bo'lsa, yes he is, yo'q bo'lsa, no he isn't. Va ikkinchi savolimiz, u qayerda bo'lishi kerak? Shunda, where is he? Javoban, at school, maktabda deb javob berdik. Keyingi gapimizni tekshirsak, they are at the bank gapi edi. Ular bankda. Birinchi savol tuzdik. Ular bankdami? To be fe'li oldinga chiqarishingiz kerak. Are they at the bank? To'g'ri javob, demak, ha demoqchi bo'lsak, yes they are, yo'q bo'lsa, no they are not, yoki no they aren't. Va ular qayerda savoli, where are they? Where are they? Javoban bankda deymiz, at the bank. Barakalla. Va uchinchi gapimizga bo'lgan javoblarni tekshirsak, u bog'da gap edi. She is in the garden. Birinchi savol beramiz, u bog'dami? To be fe'li oldinga chiqdi. Is she in the garden? Javoban, yes she is. Ha demoqchi bo'lsak, yo'q demoqchi bo'lsak, no she's not yoki no she isn't. Endi
U qayerda desak, birinchi where so'zi keladi, so'ng to be fe'li. Where is she? Barakalla. Qayerda ekanligini aytamiz. Bog'da, in the garden. Barakalla. Qadrli o'quvchilar, bugungi darsimiz biroz kattaroq chiqdi, chunki sizlar bilan to be fe'lini aynan strukturalar orqali gap tuzishni o'rganishingizni xohladim. Bunga ko'proq vaqt ketdi, lekin o'ylaymanki, endi bu strukturalardan oson foydalanib, tez gap tuzishni o'rganib olasiz. Albatta, berilgan mashqlarni bajaring. Demak, sizlar bilan strukturalar yordamida oddiy gap tuzishni o'rgandik. To be fe'li bilan so'roq gaplarni o'rgandik. To be fe'li bilan inkor gaplar, qisqa javoblar, artikllarni ko'rib chiqdik. Mana shu barcha mavzular bo'yicha checklistda sizlar uchun qo'shimcha ko'p vazifalar berilgan. Ularni albatta keyingi darsni ko'rguningizcha bajaring va keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman. Thank you for the lesson and goodbye.